Assalomu alaykum. Hozir sizlarga men televizorlarimizni, O'zbekistonda ishlab chiqqan televizorlar qisqagina obzor qilib o'tib beraman. Xo'p, 32 li televizorlarimizga keladigan bo'lsak, tepa qismda 32 li televizorlarimiz bor. Smart televizor, ekran zashtali, O'zbekistonda ishlab chiqariladi. 3 yil garantiya kafolati bor. Bularda ham telefon ulanadi, Wi-Fi ulanadi, YouTube pillajinasi bor, ko'rsataveradi. 1,90,000 so'mdan qilib beryapmiz. Smartini. Yonidagilari bor. Mana misol uchun mana ular Android Smart. Internetga kirishlari tezkorroq bo'ladi. Голосовой Alisasi bor, Playmaker Google account, Playmix hamma funksiyasi bor. Shunisini 1,180,000 so'mdan qilib beramiz. 3 yil garantiyalari bor. Vaholanki undan tashqari 43 li ekranli yoki 40 li, 55 li kattaroqdan olmoqchiman deganlarga kattaroq televizorlarimiz ham bor. Mana bu yerda 40 li televizorimiz bor. Bu ham smart, Android, xotirali, голосовойlargacha bor, Playmaker Google accountlargacha qilsangiz bo'ladi. Bularni ham bugungi kunda 1,790,000 so'mdan chegirma narxida qilib beramiz. 1,790,000 so'mdan. Xo'p, undan tashqari mana Samsungimizdan Samsung bor, 43 to'liq ekrani 43 bo'ladi. Bularda ham garantiya kafolati bor. Har biriga Samsungimizga keladigan bo'lsa 2,100,000 so'm qilib beramiz. O'zbekistonda ishlab chiqargan o'zimizda mana misol Yasillar mana import chetdan keladi, o'zimizda ishlab chiqarilyapti. Bularda ham garantiya kafolati bor. Mega, li har bir holatlardan bor. Yasin keladigan bo'lsa 2,150,000 qilib beramiz. 43 li ekran, buni yonida esa li, megalar keladigan bo'lsa, bularda 2 million so'mdan chegirma narxida qilib beramiz. Bular ham smart deganlarga smart, Android, xotirali, голосовойli bor ikki funksiyasi internetda olamida nimaki bilsanglar o'shalarning hamma funksiyasi bor. Xudo xolasa bulardan ham qaysilardan desalaring qilib beramiz. Murojaat uchun telefon raqamini qoldiramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.